Az qaysi tarafga? Ana dvorets tarafga yuramiz. O'z mahallada oka. Qora Qamishda. Mediarada o'tdi. Mana shunda o'ngga burilib to'xtasangiz oka. Nima ichish yaxshi ko'rasan? Ha, yo'q, qo'yaver. Yo'q, o'zi, oka. Ozgina dardlashgim kelyapti. Ha, mayli aka, u ko'yingizga qarayvering. Energetik ichyapsizmi, ichmaysiz? Bo'ladi. Ha. Oka, ajdan yuqorisi. Nega? Mashina ushlab turing. Yo'q, qo'ring. Ay, yo'q, qo'yavering. Ikkita og'aynilar. Bir-biriga qasam ishtirib yurishdi. Boshqa pulim yo'q deb. Shu joyga yana prikol esimga tushib ketdi-da. Allohga qasam, bolalarimni umri bilan qasam ichaman. Butun borliqning egasi bilan qasam ichaman. Men puli ko'p bola emasman. Mayli aka. Gapirsa gap ko'p deng. Gap ko'p. Ukam bilan o'tirib dardlashganim yaxshi deb. To'g'risi, sizni ham yo'ldan olmayman. Ay, yo'q, endi men naqa deysiz. Aka, rahmat. Ha, kuningiz yaxshi o'tsin, aka. Ishingizga rivoj. Charchamang. Ha. Rahmat katta. Ha, rahmat sizga ham. Da, shunaqa gaplar. Muomalalariga gap yo'q. Lekin aka, agarda shu videoni mabodo ko'rib qolsangiz, bilayin 100% endi 100 bekitib qo'yaman-u. No, lekin muomalangizga, o'zingizga gap yo'q aka. Sizdagi insonlik ko'paysin. Bu nimadir olib berganligingiz uchun emas, bu prosta o'zingizning muomalangiz. Qo'lingiz ko'ksingizda, xayrlashayotganda ham qo'lingiz ko'ksingizda, o'zi 10 minut, 15 minutlik ko'rgan insoningizman-u, no, lekin xullas kalom tushundinglar. Baraka topsinlar.